Qadrli obunachilarimizga yana BYD baloni. Xudo xolasa shuni bitirib egalariga topshiramiz. Bu balonimiz yirtilib qolgan, yamaga tushganlar yaxshigina. Razmeri 235 ga 50-19. Bitta obzorini qilib beraman, ertaga Xudo xolasa shuni bitiramiz. Xo'p, balonimizni yirtig'i. Bismillahirrohmanirrohim. Mana balonni yirtig'i. Bu ikkinchi yirtig'i. İkinci yirtig'i. İçidagi obzorini ham bitta ko'rsataman. İçidagi obzori ichki qismi, tashqarisiniki, pastliginiki, bu o'rtasiniki. 8 santimetrga qarab ketgan. Xudo xolasa shuni tikib bitirib videosini qo'yaman, o'zingizlar bitta baho berasizlar, Alloh nasib qilsa. Bismillah deb ertaga boshlaymiz buni. Qadrli obunachilar, balonni yirtib olgan, balonini shishga qo'ygan, yoki qatga olib borib mana shunaqa tikib yamatishni bilmay yurgan odamlarga videoni jo'natib qo'ysanglar, Xudo xolasa qiynalib sarson bo'lib yurishmaydi, ham savob, ham yaxshilik bo'ladi. Nima deydi yana? Qo'lingizdan kelgan yordamni bergan bo'lasizlar shu insonlarga. Alloh nasib qilsa bizning qo'limizdan kelgan yordam shunaqa yirtilib qolsa, bunga mos keladigan balon topisha olmasa, qidirish sarson bo'lishadigan bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Yana bitta narsani aytaman, balon turida libboy balonni, mana o'zingizlar videolarda ham ko'rgansizlar. Har xil turda balonlar bor. Libboy balonni qilib bera olamiz. Chunki nima deydi? Inson qo'li go'l, insonning qo'lidan kelmaydigan ish o'zi yo'q. Hafsala qilib qunt qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Keyin yana bitta narsani aytib o'taman. Shogird xohlaganlarga shogird olamiz, qunt bilan o'rganaman degan odamlarni, akalarni, ukalarni shogirdlikka olamiz. Xudo xolasa hozir ikkita yoshroq shogirdim bor. Yana qo'shimcha shogirdlar chiqarib ijodni davom ettirib kengaytirish niyatim, Alloh nasib qilsa. Nima deydi? Shogirdlarning ko'pi bo'lgani yaxshi. Degan maqsadda shu shogird qilishga harakat qilyapman. Ikkita shogird olib qo'ydik hozir. Yana ikkita uchta shogirdlar olmoqchiman. Kim shogird bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Keyin mana shu balon haqida ham fikringlar bo'lsa, shu BYDda yuradigan akalar, ukalar, do'stlarimiz fikringlar bo'lsa, kommentariyada javobini yozsanglar, javob yozamiz. Bu balonni tikib yamayman, tikmasdan yama bo'lmaydi. Ertaga o'zingizlar bitta obzorini ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar. Faqat bitta like bosib, obuna bo'lib, bitta like bosib, videoni tarqatib qo'ysanglar, juda ham ko'p odam ko'radi, Xudo xolasa. O'zingizlar ham hissinglar qo'shiladi shu narsaga, savob ishlarga. Qo'llab-quvvatlash sizlardan, nima deymiz, ijod bizadan. Boringlarga shukr. Video yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, Alloh nasib qilsa inshaalloh. Xudo xolasa ertaga bitgan holatda o'zingizlar ko'rib bahosini berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, boringlarga shukr.